Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 3-yanvar sanasi. Barcha viloyat va shaharlar uchun namoz vaqtlarini jadvalini mana qo'yib boryapmiz kanalimizga. Bomdod, peshin, asr, shom xufton namozlarini necha rakatdan o'qilishliklari hammasi mana jadvallarda ko'rsatib qo'yilgan. Marhamat, ko'rib foydalanishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Videoni yakunida chiroyli duolar qilamiz. Marhamat, foydalaning. Ey Allohim, har bir boshlayotgan kunimizga, olayotgan har bir nafasimiz uchun senga alhamdulillah. Ey Allohim, har bir namozimizni qabul qilgin, qalblarimizdagi duolarimizni javobsiz qoldirmagin. Oxirimizni xayrli, iymonimizni komil qilgin. Qadamlarimizni to'g'ri yo'lingdan og'dirmagin. Ko'zimizni haromdan, tillarimizni yolg'ondan, qalbimizni kibrdan saqlagin. Ota-onalarimizni sog'-salomat asragin Robbim. Senga bugun qo'l ochib, sendan so'ragan har bir bandangni xolis niyat bilan qabul qilgin. Yuragimizdagi g'amni yengil qilgin. Ko'nglimizni xotirjam, uylarimizga baraka ato etgin. Allohim, go'zal jamolingga yarasha, saltanatingni ulug'ligiga yarasha senga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlarimizni yetkazdirgin.